Bir daqiqada buxgalteriya mini kurs 6-qism. Videoni yo'qotmaslik uchun saqlab qo'ying. Bugun mavzumiz sizlar bilan provodkalar haqida gaplashamiz. Asosiy berilishi mumkin bo'lgan provodkalar 3 ta aktiv majburiyat kapitaldagi provodka beramiz. Buni aktivlar har doim debitda qoldig'i qoladi va debitlanganda ko'payadi va kreditlanganda kamayadi. Majburiyatlar esa debitda kamayadi, kreditda ko'payadi va qoldig'i yana kreditda qoladi. Kapitallar ham xuddi shunaqa, debitlangan payti kamayadi va kreditda ko'payadi, natijasi yana kreditda qoladi. Bunga misol qilib aktivlarga masalan pul. Sizda cho'ntagingizda bor pulingiz debit tomonda yozilib turibdi. Sizga pul kirib kelsa, debit tomonga yoziladi, sizdan pul chiqib ketadigan bo'lsa, kredit tomonga yoziladi. Majburiyatlar ham xuddi shunaqa. Siz kimdandir qarz oladigan bo'lsangiz, albatta kredit tomonga yozib qo'yasiz va olgan qarzingiz asosiy vosita bo'ladimi, nimani qarzga olgan bo'lsangiz yoki pul bo'ladimi, u debit tomonga yoziladi. Va buni sizlar bilan keyingi darslarimizda ham ko'ramiz. Buni natijasida balans chiqadi. Darslarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling va buxgalteriyaga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.